Yunusoboddan zo'r narxga 9 xonali uyimiz chiqyapti. Registon mahallidamiz. Narxini boshida aytaman, 3 sotu 370 ming so'ralyapti. Hovlimizni anchagina keng ko'ryapsiz, darvozaxonamizni. Eshik tagiga ikkita mashina qo'ysa bo'ladi. Yozgi oshxona uchun joyimiz bor. İşte katta zelen zonamiz. Terrasa, balkon chiroyli qilib qo'yilgan. Xudo xolisa polniy под ключ qilib topshiriladi. 4 ta uровень, 9 ta xona. Katta hol bo'ladi kirishimiz bilan. Chap qo'limiz oshxona, mana o'rta razdvижный oyna bilan bo'lib beriladi. Xudo xolisa panoramli oyna, krashenli mebellar, texnikalari hammasi bor. Marhamat. Teplый pollar qilingan. Xo'p. Endi zalga o'tamiz. Zal ham razmerlari juda ham katta. 3 sotuvliga qaramay, xonalari juda katta tushgan ekan. Bu yerda hojatxonamiz bor. Alohida qilingan. Oxirgi xonamiz birinchi etajdagi spalnya bo'lyapti. Kirganda bu yerda garderobni. Marhamat. Hozir ozgina remont ishlari ketyapti, ahamiyat bermaysizlar. Sanuzol. Tak, ikkinchi qavat ko'tarilamiz. Ikkinchi qavat ko'tarilganda o'ng qo'lda umumiy birinchi yuvinish xonasi. Yonginasida xuddi birinchi etajdagi spalnyamiz bor. O'zining ichida alohida sanuzol va katta unaqa kiyim ilish uchun shkaflari ham bor. Birinchi etajdagi sanuzol. Tak. Endi детский spalnyamiz bu yerda. Marhamat. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, xonaning razmerlari juda ham zo'r chiqqan. Katta bo'lib, и planirovkasi juda ham zo'r. Ikkita oila uchun mos keladi. Yana bitta детский spalnyamiz. Bu yerda при желании zal qursa ham bo'ladi. Balkonga chiqsa ham bo'ladi. Oxirgi xonamiz, ikkinchi qavatdagi kattalar yotoqxonasi. Tak. Sanuzol o'zining ichida, bu yerda garderobnisi bo'ladi. Endi mansardaga chiqamiz. Mansardaga chiqqanimizda o'ng qo'lda birinchi kattagina hol. Tepani polni детский spalnya qursa ham bo'ladi. Yana bitta spalnyamiz. O'rtada umumiy yuvinish xonasi. Kattagina qilingan ekan. Yana bitta xona. Tak. Oxirgi xonamiz. Podvalimiz yaxlit qilingan, kotelniy hammasi pastda joylashtirilgan. Registon mahallada bo'ldi, Yunusobod tumani. Shaharga shunda bir qadam, narxi 370 ming. Ma'lumot uchun telefonda bor. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.